qaynana qaynana kelin deyveramiz-ku, shu qaynatalarga ham qotib qolaman deb boru har narsaga aralashadi. Voy kelin nima ovqat qildingiz? Voy qozonlar yuvilmabdi. Voy idishda olib, voy bolangiz garshog'anta to'kilmabdi. Qaynatalar, aynani do'dalar, shu kelinlarning ishiga aralashmanglar, o'zim o'rgilaysizlar-da. Choyxonaga chiqib oshlaringizni yeb o'tiring o'rtoqlaringiz bilan. Hurmatli do'da, qaynata, aynani umringiz uzoq, tan joningiz sog' bo'lsin. Kelinlarning ishiga aralashavermang deb, desa kelinlarga aralashaverarkansiz. Qaynana chetda qolib ketayotgan ekan, hozir qaynatalar xo'jayin bo'layotgan ekan. Nimaga sizga kerak do'da? Voy pullaringizni olib, maza qilib choyxonalarda osh yeb o'tirmaysizmi o'rtoqlaringiz bilan? Amaki, uyat bo'ladi, katta kishi ekansiz-da. Keliningizga kun bermas ekansiz, gap egasini topadi, o'tirib tushibdi. Shu do'da ham meni ko'rar ekanlar. Ay, do'dasi. Xolamni padrushka qilib sanatoriyaga keting, kelinlarning ishiga aralashmang, yoshlarni tinch qo'ying, o'zidan tinsin. O'g'lingiz ham indamas ekanlar. Keliningiz dodini aytayotganmish o'g'lingizga, o'g'lingiz meni otam-ku, qanaqa qilib gapiraman deyotgan ekanlar. Shuning uchun aralashmang, amaki. O'zi yaxshi kishi ekan. Bitta narsa aytish esimdan chiqib qolibdi. Meni lichkamga TikTokdan ham, Instagramdan ham juda ko'p erkak kishi yozadi-da. Opa yoki singlim, menga bitta yaxshiroq ayol topib bering, ajrashganman yoki xotinim o'lgan, ketib qolgan deb ajrashgan, xotini o'lganlar ko'p yozadi erkak kishilar. Erkaklar, hurmatli erkak zoti, o'zim o'rgilaysizlardan, tan joninglar sog' bo'lsin. Toshkent shahrida oldi Navoiy ko'chada anaqa 4 tillik pirojka sotardi-da. 4 tillik pirojka bilasizlar, Navoiy ko'chadini ko'k oyna bilan qilib qo'ygan. O'sha yerda bosmaxona bor. Bosmaxonaning ichida to'la qari qizlar. O'sha yerga boringlar, o'sha yerdan qiz topasizlar. 18 yoshdan 60 yoshgacha xotinlar o'sha yerda bor. Eriga tegmagan qari qizlar ham bor. Abay ko'chasida sentralniy telegraf bo'lardi. O'sha telegrafning yonida bosmaxona bor. Bosmaxonaning ichiga kirsanglar, shunda eshikdan kirib, men uylanmoqchiman, yaxshiroq ayol kerak, shu yaxshiroq ayol bormi desanglar bor. Soyuz paytida xotinlar bor, hali ham erga tegmay qari qiz bo'lib ketishgan. O'shanga uylanishinglar mumkin. 18 yoshdan 70 yoshgacha kampirlar bor. Zor vaqtinglar ochib ketsa, o'zim o'rgilaysizlar-da. Erkaklar ham osonmas-da, yolg'iz erkaklarga rosa qiyin. Yostiq quchoqlab yotadi-da baribirga ham. Shuning uchun nima demoqchiman, hurmatli erkak zoti, vaqtinglar yo'q bo'lsa, o'sha Toshkentda sentralniy telegraf bor. Navoiy ko'chaning to'g'risida oldin bo'lardi, pirojkani